Bugun sanoatdagi eng katta savollardan biri mahalliy ishlab chiqaruvchi yirik sanoat zanjiriga qanday ulanadi? Ohangaronda o'tkazilgan Milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasi aynan shu savolga amaliy yechim izlagan maydonga aylandi. 14-16 may kunlari Ohangaron shahri sanoat zonasida tashkil etilgan ushbu ko'rgazma faqat mahsulotlar taqdimoti emas, balki sanoat ehtiyojlari, mahalliylashtirish va real hamkorlik mexanizmlari jamlangan bir maydonga aylandi. Birgina 2025-yilning o'zida tog'kon, geologiya va metallurgiya sohasi uchun shu kabi asbob-uskunalar va zarur mahsulotlar uchun 9 milliard dollardan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Bu esa ushbu sohada talab naqadar yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ko'rgazmaning asosiy maqsadi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, jumladan kichik va o'rta biznes vakillarini ham yirik sanoat zanjirining ajralmas qismiga aylantirishdan iborat bo'ldi. Bu yerda nafaqat mahsulotlar namoyish qilindi, balki sanoat korxonalarining real ehtiyojlari, mahalliylashtirishga tayyor yo'nalishlar va kafolatli xarid mexanizmlari ham taqdim etildi. Ko'rgazmada 100 dan ortiq stendli ishtirokchilar qatnashdi. Unda yirik sanoat korxonalari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, banklar, ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari ham faol ishtirok etdi. Tadbirkorlar va korxonalarni yanada yaqin bog'lash uchun ko'rgazmada yangi interaktiv yechimlar ham joriy qilindi. Touch panel tizimi orqali ishtirokchilar, korxonalar, ularning faoliyati va pavilyondagi joylashuvi haqida tezkor ma'lumot oldi. B2G stendi, QR kodlar va Telegram bot orqali esa murojaatlar va takliflarni yuborish hamda ularni ijrosini kuzatish imkoniyati yaratildi. Interaktiv ekranda esa erishilgan kelishuvlar va ularning summasi real vaqt rejimida namoyish etib borildi. Bugungi tadbirda O'zbek ekspertiza aksiyadorlik jamiyati Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 28-oktyabrdagi mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarni sertifikatlash to'g'risidagi qarorga asosan tadbirkorlarga sertifikatlar taqdim etmoqda. Sertifikatlar tadbirkorlarga davlat xaridlarida ishtirok etish ta'minlaydi. Ya'ni import mahsulotlar o'rniga o'zimizda mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlar to'g'risidagi sertifikat bilan mahalliy xaridlarda ishtirok etadi. Ko'rgazmani bugun 2-kuni shu vaqtga qadar 26 ta sertifikatni barchasi rasmiylashtirib bo'lindi. Ko'rgazma doirasida davlat xaridlari tizimidagi mavjud masalalar, tadbirkorlar murojaatlariga bag'ishlangan ochiq muloqotlar ham tashkil etildi. Panel sessiyalarida tadbirkorlar davlat xaridlarida ishtirok etish jarayonidagi amaliy muammolar, mavjud to'siqlar hamda tizimni takomillashtirish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Ko'tarilgan murojaatlar mutasaddi tashkilotlar vakillari tomonidan joyida ko'rib chiqildi. Ko'rgazma ishtirokchilari uchun Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga tashrif ham tashkil etildi. Mehmonlar mis qazib va qayta ishlash jarayonlari, zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari hamda sanoat kooperatsiyasi yo'nalishidagi imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Muhtaram yurtboshimizni Olmaliq shahriga 16-mart kuni qilgan tashriflari chog'ida 3-mis boyitish fabrikasini ochilishiga start bergan kuni bergan ko'rsatmalarga asosan 14, 15 va mana 16-may kunlari Ohangaron shahrida tashkillashtirilayotgan yirik ishlab chiqaruvchilar va mahalliy tadbirkorlar orasidagi kooperatsiya aloqalarini mustahkamlash uchun Milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasida Olmaliq metallurgiya kombinati ham ishtirok etmoqda. Bu ko'rgazmaning ahamiyatli jihati Olmaliq va Navoiy tog' metallurgiya kombinatlari kabi yirik korxonalarni mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan kooperatsiya aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish, korxonalar uchun zarur bo'lgan import ehtiyot qismlarini O'zbekistonda mahalliylashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Va shu maqsadda qizil rangda ko'rsatilgan import mahsulotlarini namoyishini o'tkazmoqda. Bundan tashqari minglab mahsulotni o'z ichiga olgan kataloglarini namoyish etmoqda. Kombinatimiz xabaringlar bor, kengayish doirasida biz uchun zarur bo'lgan mahsulot turlarini namoyish etmoqda va bu narsalarni O'zbekistondagi mahalliy tadbirkorlar o'rganib, bugungi kunda hattoki qaysidir mahsulot turlarini O'zbekistonda mahalliylashtirish borasida boshlang'ich kelishuvlarga ham erishildi, memorandumlar imzolandi. Olmaliq quyi mexanika zavodi bilan temir yo'l transporti uchun ehtiyot qismlari, karbon polimer korxonasi bilan polimer mahsulotlarni yetkazib berish uchun, Apitex korxonasi bilan filtr matolarni kombinat ehtiyoji uchun yetkazish, 3-mis boyitish va 4-mis boyitish fabrikasi uchun zarur bo'lgan texnologik materiallarni
mahalliy o'zlashtirish uchun Turon abraziv korxonasi ishlarini olib bormoqda. Ko'rgazma doirasida ta'lim, ilm, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishga qaratilgan qator memorandum va hamkorlik kelishuvlari ham imzolandi. Ular sanoat uchun malakali kadrlar tayyorlash, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish hamda uzoq muddatli sanoat hamkorligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ko'rgazma yakunlariga ko'ra 672 ta kelishuvga erishildi. Ularning umumiy qiymati 1.8 trillion so'mni tashkil etdi. Bu esa ko'rgazma amaliy hamkorlik va real sanoat buyurtmalari maydoniga aylanganini ko'rsatadi. Bizning korxonamiz Apitex mahsulot cheklangan jamiyati Toshkent shahrida joylashgan. 2023-yildan boshlab faoliyat yuritadi. 15 yil, 20 yil davomida biz 2003-yildan 2019-yilgacha O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qonunlarni mahalliylashtirish bo'yicha ishtirok etganmiz. Kooperatsiya elektron do'konida eng katta yetkazib beruvchilardan biri hisoblanamiz. 20 yil faoliyatimiz davrida biz Olmaliq kon metallurgik kombinati, Navoiy kon metallurgik kombinati, O'zmet kombinat va boshqa kon metallurgik kombinatlarga mahsulotlar yetkazib berishda faoliyat yuritib boramiz. Shu kungacha biz 20 dan ortiq mahsulotni mahalliylashtirganmiz. Mahalliylashtirilgan mahsulotlar soni import qaraganda 20-30% ranki arzonroq va kelajakda biz yana yaqin 5 yilda 10 tadan ortiq mahsulot mahalliylashtirish rejamiz bor. Bizning korxona ishlab chiqariladi shaxtli filtr, nitkankalar, nabitkalar, ko'proq konlarda ishlatiladigan eng kerakli mahsulotlardan birini yetkazib beramiz. Korxonamiz bilan Olmaliq kon metallurgik kombinati memorandum tuzildi. Ertaga nasib bo'lsa O'zmet kombinat va KJTM korxonalari bilan memorandum tuziladi va memorandum asosida biz yana 5 dan ortiq mahsulotlarni mahalliylashtirishga erishamiz. Ko'rgazmaning yakuniy qismida faol va tashabbuskor ishtirokchilar ham taqdirlandi. Eng namunali ishtirokchi professional yondashuv uchun hamda eng namunali ko'rgazma stendi nominatsiyalari bo'yicha sertifikatlar topshirildi. Shuningdek, bir qator tadbirkor va korxonalar samarali hamkorligi hamda faol ishtiroki uchun tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Ushbu ko'rgazma kichik va o'rta biznes egalarini katta sanoat zanjirining bir qismiga aylantirishga xizmat qildi.